Assalamu alaykum hörmətli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 6 ayının 23 günü çarşamba. Hammalarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, sizlarga ma'lum bo'lganidek bugun, ya'ni 23 iyun kuni bo'lsa, xalqaro olimpik kunidan iborat. 1894 yılı 6 ayının 23 günü kurulan Xalqaro Olimpik Komiteti 1987 yılıga kelganda 23 iyun gününü Xalqaro Olimpik Günü deb bekitgan va shuningdan buyon har qaysi ellardagi olimpik komitetlari bu kunni turli shakldagi faoliyatlar orqali xotirlab kelmoqda. Bu munosabat bilan bugun Dunya Uyg'ur Qurultiyining tashabbusi va Sharq Turkiston tashkilotlari hamkorlik munbirining o'rtaq qaroriga asosan Shveysariyaning Lozan shahriga joylashgan Xalqaro Olimpik Komitetining oldida va har qaysi ellarda Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini boyqut qilayli degan o'rtaq shior ostida bir tutash holda keng ko'lamli norozilik namoyishi uyushtirildi. Tövəndə diqqətinizə Dunya Uyğur Qurultiyi, Shveysariya Uyg'ur jamiyati va Tibet tashkilotlarining birlikda uyushtirishi bilan bugun Lozanda o'tkazilgan birlashma namoyishining naq maydon ko'rinishlarida bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasining naq maydon programmasiga xush keldinglar. Men Parat Burunqash hammalarni yurakdan salomlayman. Aziz qarindoshlar, men hozir sizlarga xalqaro Olimpik kompleksida joylashgan Shveysariyaning Lozan shahridagi Olimpik muzeyimi oldidan naq maydondan bu programmani taqdim qilyapman aziz qarindoshlar. Bugun 6 ayning 23 kuni Xalqaro Olimpik kuni. Bu munosabat bilan Dunya Uyg'ur Qurultiyininki chaqirig'iga asosan bugun Xalqaro Olimpik kuni munosabati bilan hem bu Xalqaro Olimpik Kompleksinin merkezi joylashgan Lozan shahri dunyoning har qaysi ellarida 2022 yillik Beijing irqiy qirg'inchilikni boyqut qilayli degan o'rtaq shior ostida namoyish boshlandi. Hozir mana bu Lozandagi namoyish hozir boshlandi aziz qarindoshlar. Bugungi namoyish Dunya Uyg'ur Qurultiyi, Shveysariya Uyg'ur jamiyati, bu Shveysariyadagi Tibet, Hong Kong tashkilotlari birlikda uyushtirgan bugungi namoyishga Shveysariyada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan boshqa yana maxsus Germaniyadan, Gollandiyadan va Shveysariyaga qo'shni ba'zi davlatlardan Uyg'ur qarindoshlarimiz kelib qatnashdi. Masalan, faqatla Germaniyadan 600 kilometrdek yo'l yurib bu qatimki namoyishga kelgan qarindoshlarimizning soni taxminan 100 nafarga yaqin aziz qarindoshlar. Hozir namoyish boshlandi. Hazır əmdi biz dövlət marşı bilan başlayırıq. Tibet bilan anadaki Şərq Türkistanın dövlət marşı bilan başlayırıq. Rəhmət.
Assalamualaikum aziz yurttaşlar. Bugün 23 iyun Xalqaro Olimpik günü. Bu günde dünyanın 40'tan artık devlet ve rayonlarında Şərq Türkistanlıklar, Tibetlikler, Hong Kongliklar, Tayvanliklar, yani Xitay müstemlik aslında ve tehdit aslı yaşayotgan xalqlar 2022 yılı Beijing Olimpikni boykot qilish, to'xtatish maqsadi bilan norozilik kishi yo'llanib kelgan, Gollandiyadan kelgan ve Germaniyadan kelgan, Fransiyadan kelgan kishilar yetkazgan sizlar hammalardan Alloh razı olsun. Sizlardagi mush ruh, bizdagi mush ruh, mush olimpikni to'xtata olamiz. Sizlardagi bizdagi mush ruh bilan milyonlagan qarindoshlarimizni jazo lagerlaridan qutuldirib chiqa olamiz. Uxlash bilan, quruq shuvar bilan vatan azod bo'lmaydi, kamplardan qutulib qolmaymiz. Shuning hammalardan Alloh razı olsun. Bugün dünyanın 40'dan artık devletleri bulağı tutup, ya kilemeyenler şu yakatmıştı, hiç yakatmışamay, öyle okuyanlardı mı, Allah razı olsun, ve yaki ıslah olsun. Rahmet. Assalamualaikum, hürmetli televizyon görüşçüler. Hazır ikra aldıda sizlerle ait tanıştık boğan bir hanım var. Bizimki cesur ceza lageri şahidimiz Kalbinur Sıdık hanım. Atayten Gollandiya'dan 1000 kilometrelik yol yürüp bu namayışa katmış için geldi ve namayışta mahsus Uygurlarga vakaleten söz kıldı. Hürmet Kalbinur hanım, Atayten Gollandiya'dan kepsiz bu namayışa Allah razı olsun. Sizin hazırki bir hissiyatınızı, təsiratınızı bir anılsak. Assalamualaikum, muhaciratdagi barliq qarindoshlar. Ben bugün bu Shveysariya Lozan shahrida o'tkazilgan 2022 yılı Beijing Olimpik yig'inini boykot qilish namoyish qatnashganligimdan o'zimni zo'r baxt his qilaman. Chunki biz bu Uyg'urlar uchun kelgan bir fursat, biz uchun kelgan bir kurash. Biz uchun Dunya Uyg'ur qurultiyining chaqirig'iga har vaqt yiqilib ovoz qo'shib, har qanday muhim ishlarimizni, faoliyatlarimizni qo'yib, bunday yig'inlarga namoyishlar cho'qib ovoz qatnashib, birga hamdamlik qilishimiz kerak, ham bir kishiga asimizni qo'shishimiz kerak deb o'ylayman. Hürmetli Tayacım, siz mi Atayten Gollandiya'da mı namayış kepsiz? Her katımlık Avrupa'da ötüzülgen namayışlarımız her zaman şu namayıştan aldığın sepide ve alaydı. Bu kıyafetlerinizle muhbirlarının küçük dikkatini kozgap gelivatkan şahıslarımızdan biri. Sizin mi bir təsiratınızdan alırsak? Assalamualaikum bütün dünyadaki qarindoshlarimiz. Bugün bütün dünyada Xitoyning 22 yillik qishliq olimpikni boykot qilish uchun bütün dünyada namoyish bo'lyapti. Hem Dunya Uyg'ur qurultiyiniki bugün Shveysariyaning Lozan shahrida namoyishga keldi. Akşam kechagina bugün soat 8-9 bilan namoyish bo'ldi. Intay yaxshi bo'ldi. Hammamiz kelishib intay yaxshi bo'ldi. Bunlar qishliq olimpikni boykot qilish uchun bütün dünyadagi qarindoshlarimiz Allah rahmat qilsin. Boycott Beijing. Rahmet Allah razı olsun. 2022. Let the Dalai Lama. Let the Dalai Lama. Assalamualaikum hürmetli televizyon köygüçüler. Sizlerin kıravatkanlar Dunya Uyghur Qurultiyi tor televiziyesininki Lozan'dan verivatkan nakmeydan anlatışı. Hürmetli televizyon köygüçüler. Bu Lozan'da ötküzülevatkan namayış meydanında, yani Germaniyanın Karlsruhe şehrini Atayten bu namayış katmış için 5-600 kilometre yol yürüp gelgen Dunya Uyghur Qurultiyi Tədqiqat Merkezi'ninki reisi Enver Efendim var. Hürmetli Enver Efendim Atayten Germaniyadan kepsiz bu namayışka. Siz turvatkan şehrin etrafında neçilik Uyghur geldi bugünkü namayışka. Assalamualaikum hürmetli qarindoshlar. Dünyanın her qaysi joylarida bugün bu Xitoyninki 2022 yılı Beijing'de ötküzülgen qishliq olimpikga qarshi dünyanın her yerde bugün o'xshash kunda namoyish bo'lyapti. Biz Xitoydagi bir diktator hokimiyatninki tinchlikninki, do'stlik, barobarlikning simvoli bo'lgan olimpik tanharkat yig'inini o'tkazishiga qarshi, ammo biz olimpik tanharkat yig'iniga qarshi emas. Biz bu munosabat bilan Karlsruhedagi bütün jamoat 2 mashina bilan 3 mashina bilan qarindoshlarimiz keldi. Uningdan boshqa Fransiyaning Strasbourg shahridagi qarindoshlarimiz va Fransiyaning Mülxozdagi Dunya Uyg'ur qurultiyi bilan izchil hamkorlashib xizmat qilayotgan, Yevropada Uyg'ur davosini anglashda tirishib kelayotgan o'lkichilar, Türk dernekleriningki mas'ullarimiz bugun 300 kilometrdan ortiq yo'l yurib, bugungi bu Xitoyninki 22 yili qishliq Beijing Olimpik tanharkat yig'inini o'tkazishga qarshi o'zining noroziligini bildirib, bu namoyish qilyapti. Barliq qarindoshlarimizningki bizning
busununga o'xshash jang maydonlarida cho'qim aktiv o'z rolimizni joriy qildirishga tilakdoshligimni bildiraman. Rahmat, Farat efendim. Az qarindoshlar, hozir so'zlayotgan Shveysariya parlament a'zosi Nikolas efendim bugun ataydan shu namoyish bo'lgan qo'llashni ifoda qilish uchun ataydan namoyish sepetining o'rnini oldi. Et regarde ce qui se passe en Chine depuis plusieurs années. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu Shveysariyaningki Lozan shahridagi Olimpik muzeyining oldidagi bu birlashma namoyish davom qilyapti. Biz namoyish jarayonida ataydan Germaniyadan bu qatim namoyishga kelgan Germaniya Uyg'ur jamoatining imomi Habibullah Ahad qarimni, ya'ni bizning diniy ulamalarimizning Habibullah Ahad efendimizni ziyorat qildik. Hurmatli Habibullah Qaracım, sizlar ataydan Germaniyadan keliblar. Bu namoyishga o'zlarining bir ikki og'iz yurak so'zlarini anglasak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning har qaysi joylaridagi barliq Uyg'ur qarindoshlar, biz haqiqatan Germaniyadan bugun atgan soat 5 da yo'lga chiqib bu namoyishni qilamiz. Xitoyning shu 2022-yillik olimpik musobaqasini boykot qilamiz deb shu umid orzu bilan yo'lga chiqib keldik. Namoyish nihoyat yaxshi o'tyapti. Namoyish o'rinlashtirgan hamma rahbarlarga rahmat. Mening ta'siratim bu, biz har qanday mayli uzoq bo'lsin, mayli yaqin bo'lsin, zodi Xitoyninki bu fashist Xitoyninki Xitoy qarshi har qanday mushtoq faoliyatga cho'qim qatnashmasak bo'lmaydi. Bu bizning diniy va milliy majburiyatimiz. Biz cho'qim o'zimizni bir musulmon bo'lishni hisob qilsak, ya'ni o'zimizni biz musulmon deydi ekanmiz. Agar musulmon bo'lmasak, o'zimizni bir Uyg'urning bir farzandi deb qaraydigan bo'lsak, bu Xitoyninki hozirgi vatanimizda bo'layotgan bu zulmiga qarshi turmaydiganga hech qanday bizningki asosimiz yo'q. Biz cho'qim shu Xitoyga qarshi har qanday namoyish, har qanday shu faoliyatga cho'qim qatnashaylik. Hammanglarni mana shunday namoyishlar olsa qatnashishga tavsiya qilaman. Hammanglar birlikda bu Xitoyga qarshi mana shunday namoyishlar va har xil hareketler, Xitoy qarşı bo'lgan har qanday olimpik bo'lsin, mayli boshqa bir faoliyatlar bo'lsin, hammasiga to'liq qatnashinglar. Mana Xitoy bizningki milliy va diniy va bizningki shunday ashaddiy dushmanimiz. Bu dushmanga qarshi chiqmasak faqat bo'lmaydi. Agar musulmon bo'lsak, oxiratda Janobi Alloh Xitoyga qarshi chiqmasak, bizni Janobi Alloh jazolaydi. Agar musulmon bo'lmay Uyg'urman degan bo'lsak, o vaqtning o'zida bizning vijdoniy azobimiz jazolaydi qarindoshlar. Hammanglar mushunday namoyish bo'lsa, mana mushunday Xitoyga qarshi harakat qilinglar, uyda yetishga hargiz bo'lmaydi. Mening ta'siratim mana shu. Hammanglarga Janobi Alloh rahmat qilsin. Shu kelganlardan Janobi Alloh rozi bo'lsin. Kelmaganlarga kelishga Janobi Alloh nasib qilsin. Mening oxirgi deydigan so'zim mana shu. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugun Lozanda elib berilgan namoyishning riyosatchisi, Dunya Uyg'ur qurultiyining program yetakchisi, hammanglarga tanishlik Zumratay Erkin xonim bu namoyishning oxirida ziyoratimizni qabul qilib, bu qatimki namoyishning kun tartibi haqida qisqacha ma'lumot berdi. Rahmat. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Bugungi namoyishimiz Lozanda Olimpik muzeyi xonining oldida bordi. Shunda yaxshi namoyish bo'ldi. Uyg'ur, Tibet, Hong Kong har xil yerlardan kelgan qarindoshlarimiz bor. Bugungi namoyish beshida bizning shu kelganlar bilan nim qilganda hammasini yig'ib davlat marshi bilan boshladik. Davlat marshidan keyin salam bilan boshlab andan keyin mush raislar bilan boshladik. Ular so'z qildi. Dolqin raisimiz so'z qildi. Andan keyin Tibet tashkilot, yoshlar tashkilotining raisimi so'z bilan boshladi. Andan keyin Hong Kongliklar bu azroq so'zladi.
Anandaki bizning oliy bir mekanimiz Şveysariya parlamentinin azası Nicholas Balder efendim kelib, mushu bizning boykot qilgan kampaniyarimizga qo'l qo'yib, ham bizga yordam berish uchun so'zlab chiqdi. Uning so'zining mazmuni bo'lsa, mushu oldimizdagi mushu Beijing olimpik bo'lmoqchi. Bu olimpik asli olimpik komiteti bu Xitoyga olimpikni berish bo'lmoqdi. Chunki hozir Uyg'urlar irqiy qiyinchilikda qoldi. Tibetliklarni qarsanglar shunchalik og'ir vaziyat yashayotdi. Hongkonglik Mongollarmi hammasi irqiy qirg'inchilikqa uchrayotdi, ham tahdidga uchrayotdi. Shunga bu olimpik komitening pulni deb ham Xitoy bilan tang ish qilmizda mushu bizning vatandoshlarimizni ham Uyg'ur, Tibet, Hongkong hammasining nimalarni unutib, irqiy qirg'inchilik uchrayotganligini unutib, mushu pulni deb qilayotganini tanqidladi. Hem bütün dünyadaki meyli parlament olsun, meyli devlet hükümetleri olsun, ya olimpik sponsorluk olsun, hemisi muş boykot olimpik bağmasını iltimas kıldı, hem boykot kılışını iltimas kıldı. Bizden muşu kampanyalarımızga kol koyup, hem bunun için texnik güçlep, başka parlament azalar bilen tang işlep, muşu boykot kılışını nem kılgan buldu. Anandakin bizden bugün iki lager şahitimiz var. Birisi Tibet lager şahidi, anandakin bugün yeni birisi bizden Kaldınırsı'da hanım kelip Allah'ıyla sözler özlerinin köygen gözlerini irqiy tutmuş kırgınçılıkla köygenliğini ispat bilen özleri tasirlep verdi. Bununkin neçi teşkilatlarının reislerine kelip sözüldü. Hem de yani biz hazır siyasi tiyatrdan birini kılmakçı. Hazır bizden Uyghur yaşlarımız ve Tibet yaşlarımız bu siyasi tiyatrını bize koyup verdiğin buldu. Thomas Bach was standing here exactly in front of the fountain of the Olympic Museum, where we all are standing right now, and was waiting patiently for a special guest to arrive. Usually a place filled with tourists, workers and passers-by, on this day these people were nowhere to be seen. Instead, the streets were lined with police officers and helicopters circled in the sky above the city of Lausanne. Then a black car escorted by security and police arrived in the front of the fountain, and the man stepped out of the car. It was no one else than China's totalitarian leader Xi Jinping, who came to visit the Olympic Museum. The reason for Xi Jinping's stop in Lausanne was not only to visit the Olympic Museum. He also came to talk with IOC President Thomas Bach about the 2022 Winter Olympics in Beijing. After the 2008 Summer Games, Beijing will become the first city in the world to host both the Summer and Winter Olympics. As an answer to heavy criticism and serious concerns over human rights situation in China, Bach has claimed that the International Olympic Committee has no doubt Beijing 2022 will deliver on the promises made in the host city contract. Only one of many bad excuses, since the contract does not even make any reference to human rights. But wait, there's more. Let us take a look back to 2001, when Beijing was awarded the 2008 Summer Olympics. The IOC stated that the Olympics were a force for good and would lead to an improvement of human rights situation in China. Assalamu alaikum, hürmetli dostlar, kökçiler. Bugün yani 23 iyun Xalqaro Olimpik kuni münasibiyle Lozan şəhərdəki Olimpik Muzeum aldıda elib birilgan birləşmə namayiş Şveysariya vaxtı 3:20-da muvaffaqiyətli axırlaşdı və namayişin axırda məxsus 2022 illik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiki mazkur qilingan daramma bilan axırlaşdı. Aziz qarindoshlar, Lozanda bugün elib birilgan birləşmə namayişdən keyin
bu bir nefer Tibetlik lager şahidi bilen bizning Özbek lager şahidimiz Qalbinur Siddiq xonimninki imzosi ve keçirmişleri bayan kılıngan bir narazılık mektubi Xalqaro Olimpik Komiteti merkeziga topshirib berildi ve şunun bilan bu qitimki namoyish muvaffaqiyatli oxirlashgan bo'ldi. China, China, China! No more! Bloody games! No more! Bloody games! No more! Bloody games! IOC do the right thing! No Olympics in Beijing! IOC do the right thing! No Olympics in Beijing! IOC do the right thing! Hürmetli televizyon ko'ruvchilar, yuqorida Xalqaro Olimpik kuni munosabati bilan bugun Lozanda o'tkazilgan birlashma namoyishining naq maydon ko'rinishlarini diqqatingizga sundik. Әтікі программымызда башқа әлләді еліп берілген намайшыларның әмілі әхвалыны диqqatingizga тәқдим qilishga tirishimiz. Көрішке аман болғайсызlar. Xayri xo'sh.